Tefsiri Müyesser. Nahl Suresi. Nihayeti şefkatli ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey kafirlar! Kıyamet yakınlaştı. Allah'ın sizlerini cezalaş emiri belgilenip boldu. Sizler peygamberinin agahlandırışını mezhiri kılıp Allah'ın azabıga aldırıp gitmanglar. Allah müşriklarning şerik keltirgan narsalardan ve ular mansub qilgan barliq sheriklardan albat poktur ve ustundir. Allah farishtalarni o'z irodasi bo'yicha payg'ambarlardan o'zi xohlagan bandalarga tushirib, insonlarni menga sherik keltirishdan ogohlantiringlar. Ularga mendan boshqa haqiqiy iloh yo'q ekanligini bildiringlar. Barcha ibodatni va ixlosni man qilish orqali mening azobimdan saqlaninglar deb vahiy qiladi. Allah osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratdi. Bu Allohning ulug'ligini, yolg'iz ibodat qilinishga haqli ekanligini va mushriklar sherik keltirgan narsalardan pok va ustun ekanligini namoyon qilish uchundir. Allah insonni arzimas suvdan, abi manidin yarattı. Ama o insan kuchlanividi, ko'ranglab ketdi ve ahiretki tirilishni inkor qilib, chirib ketgan bu so'ngaklarni kim tirildiradi deganga o'xshash so'zlarni qilib, yaratquchi Alloh bilan jidallashadigan bo'lib qoldi. Allohning o'zini yo'qdan yaratganligini unutdi. Ey insonlar, Allah töge, kalan ve qo'y qatorliq chorvalarni sizlar uchun yaratdi. Ularning yungini ve terisini sizlarni isitadigan qildi. Yana uningda nasllantirish, sutini seg'ish, minish ve terisidan foydalanish degandek nurg'un manfaatlar bor. Sizlar ularning go'shtlaridan yeysizlar. Bu chorvalarni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan ve etiganda o'tloq elib chiqqan vaqtinglarda ularga qarab xushallik his qilasizlar. Bu chorvalar sizlarning yuk taqalaringlarni yiroq joylarga ko'tarib boradi. Agar bu chorvalar bo'lmasaydi, sizlar albatta ko'p jafo tortib qolardinglar va mushaqqat tortib, oran yetib boralaydilar. Sheksizki Rabbinglar sizlarga nihoyatda shafqatlikdir va to'liq mehribondir. Chunki Rabbinglar sizlarga oshu chorvalarni bo'ysundirib berdi va sizlar hojat bo'ladigan hamma narsani to'liqlab berdi. Allah hamdu sanoga ve şükrge to'liq loyiqdir. Allah sizlarga otni, qichirni ve eshakni minishinglar uchun ve zinnat uchun yaratib berdi. İmaninglarni kuchaytirishinglar ve shukr qilishinglar uchun Allah yana sizlarga sizlar bilmaydigan qatnash qurollarni yaratib beradi. Sizlarni hidoyat qilish uchun islomni bayon qilib berishni Allah ustiga olgan. Bazı yollar egri bulup to'g'ri yo'lga elib boramaydi. Ular islomga zid keladigan barliq yo'llardir. Allah sizlarni hidoyat qilishni xolis edi, hammanglarni albatta iymonga muvaffaq qilgan bo'ladi. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib, uningdan sizlar ichadigan suvni qilib bergan. Chorvalaringlarni boqadigan dal daraxtlarni va o'tlarni chiqarib bergan zotdir. Allah sizlarga şu bir xil yomg'iri bilan turli ziroatlarni o'stirib beradi. Zaytun, xoma, üzüm ve turli meyvelarni chiqarib beradi. Tafakkur qilib ibrat oladigan qavm uchun buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalil bor. Allah sizlarga kechini orom olishinglar uchun, kunduzni tirikchilik qilishinglar uchun bo'ysundirib berdi. Kunni yo'riq qilib, oyni nurli qilib berdi. Kun bilan oy orqali yillarning, oylarning hisobini bilasizlar. Yana boshqa foydalari bor. Osmondagi yulduzlar Allohning amri bo'yicha harakat qiladi. Yulduzlar orqali vaqtni hisoblaysizlar. Meva va ziroatlarning pishadigan vaqtini bilasizlar. Yulduzlardan kechada yo'l manganlar foydalanadi. Sheksizki aqlni ishlatib, Allah nozil qilgan dalil pokitlar haqida tafakkur qiladigan qavm uchun buningda ochiq dalillar bor.
Allah yani yer yüzüde sizler üçün yaratkan çarva, meyveci ve madan qatorliq rengi ve menfaatleri her xil bo'lgan narsalarni boysundurup berdi. İbret aladigan bu narsalarni boysundurup berishda Allah'ның bir ekanligiga ve ibadet qilishga tamamen haqliq ekanligiga ochiq alomat borligini biladigan qavm uchun bundaq yaratishda hamda rang ve menfaatlarning har xil bo'lishida albatta ibret bor. Allah sizlarni dengiz hayvonlarining yangi go'shtlarini yesin, marvoyit ve marjan qatorliq taqaydigan zinnat bo'yimlarini chiqasin deb sizlarga dengizni bo'ysundurib bergan zotdir. Sen kemilarning dengizda do'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Sizlar tijorat bilan tirikchilik qilish uchun bu kemilarga chiqsizlar. Bu sizlarning Alloh ato qilgan katta in'omlarga shukr qilishinglar ve Allah'ның özgürü ibadet kılışınlar üçündür. Tefsirim müyesser. Bir grubu ödümalar neşirge tayarlagan. Tercüme kılgıcı Muhammed Yusuf Muhammed Tursun. Muharrir Abdurrahim Dövlet. Korrektör Abdülaziz Akhun. 2020 yılı yanvar 1. neşri. Teklimakan Uyghur Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınğan. Mikrofon aldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu əsər əvlad detallarında tarqıtıldı.